Allohga, yaratganga qo'ng'iroq qilgan inson. Qo'ng'iroq qilibdi, u yoqdan telefonni ko'tarishibdi. Ey Alloh, men yangi orzularim, yangi maqsadlarim bor. Orzularimni eshit, yordam ber desa, u yoqdan xo'p, yordam beramiz. Shu vaqtgacha qilgan orzularingni amalga oshirdimi yo yo'qmi? Ke orzularni amalga oshirish bo'limiga ulab beraman debdi. Telefonni ko'taribdi, ulabdi. Alo, assalomu alaykum. Ha, uladik mana. Men Allohdan shunaqa yangi orzularni so'ragan edim. Eski orzularingni aniqlagin, amalga oshdimi yo'qmi deb so'rayapti. Desa, familiyani o'chirmasini so'rabdi. Hozir o'qib beraman bir chekkadan debdi. O'qibdi. Hamma narsa yomon. Orzu hamma bajarildi. Erim juda ham yomon, qaramaydi. Bajarildi. Bolalarim umuman gapimni eshitmaydi. Bajarildi. Ozgina hech bo'lmasa pul ber. Bajarildi. Barcha yomon narsalar bajarilgan. Shunda orzularni amalga oshirish bo'limi so'rabdi. Hammasini o'qib beraymi desa, yo'q, yetadi. Men tushundim debdi. Xulosa. Nimaniki aytsak, farishtalar omin deydi. Omin deydi. Yaxshi gap aytasizlarmi, yomon gap aytasizlarmi, hamisha omin deydi. Qizig'a, kelib o'ylab ko'ramiz. Necha marta biz yomon narsalar aytamiz? Boshqalarga nisbatan, oilamizga nisbatan, ba'zi payti ayollar erkagiga, eriga nisbatan, ba'zi payti farzandlariga nisbatan yetti duo qo'raslar, hammasi omin deyapti. Har bir og'zimizdan chiqayotgan so'zni o'ylab gapirishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak? Faqat yaxshiligini. Allohga shukr, yaratganingga shukr, ko'zim ochilganiga shukr ertalab, sog'lig'imga shukr, yetkazganiga shukr, boriga shukr. Va Allohga shukr qiling. Men eng zo'riman, eng baxtlisiman, eng boyiman deylar. Shunda Alloh, yo'q, sen hali eng zo'rini ko'rmading deydi, zo'rini beradi. Eng boyiman deylar. Yo'q, hali eng boyi bo'lmading deydi, yana beradi.